Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga Mirzo Ulug'bek rayonida Qorasuv 6-dahasi bor bo'lsanglar, agar ana shu Qorasuv 6-dahasida sotuvga qo'yilgan bir xonali domni ko'rsatmoqchiman sizlarga obzor qilib. Men juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz bor, kvartirada kvartirant bo'lib qiynalib, pulni to'lab to'lolmay, qaniydi men o'zimni bir xona bo'lsa ham domim bo'lsa edi deydigan insonlar bor-da. Ana shunaqalarga videoni yuborib qo'yinglar. Agar o'zingizlar olmasanglar ham shunaqalarga videoni yuborib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Ularga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Bu bir xonali domni qadriga bilasizlarmi, kimlar yetadi? Kvartirada qiynalib, narxi oshib ketib qolsa, uy egasi narxini oshirib yuborsa, qiynalib to'la olmasdan boshqa kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Shunaqalarga bir xona bo'lsa ham, o'zini uyi bo'lsa yaxshi. Shunaqalarga duo qilib qo'yinglar. Shunaqa insonlar bor. Uy joydan qiynalayotganlar bor. Ilohim shu bir xona bo'lsa ham uy nasib qilsin. Bu dom qayerda desanglar, menimcha Qorasuv oltini hamma bilsa kerak. Bozorcha bor Qorasuv olti. Bozorchaning shunday yonginasida bu yerda maktab, bog'cha, ikkita, uchtalar. Частный bog'cha ham bor, davlatning bog'chalari ham bor, maktablar ham xuddi shunaqa. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q, Wi-Fi'lar bor. Aynan mana shu dom, 4 etajli dom, birinchi etajda joylashgan. Mana advokaturani yonidagi podez mana. Shu yerdan mana kirib boramiz. Akkuratni dom lekin yomon emas. Remontlariga bitta qarab orasizlar faqat. Podezdan kirganda podezlari ham mana ikki tomondan tepa qavatlarga ko'tarilsa bo'ladi. Mana qo'shnilaringiz bo'ladi. Aynan mana shu sotilyapti. Xo'p, kiramiz endi. Xo'p, mana uyga ham kirib oldik. Kirganlarda shunaqa kichkinagina yo'lgacha 23 kvadrat mana kirishinglar bilan to'g'rida o'zining sanuzeli bor. Remontlari yomon emas, yaxshi. Mana bitta xonasi. Mana bu yoqda oshxona qilishgan. O'zida mana bitta roma bor. Havo bemalol aylanib turadi. 23 kvadrat mana joy. Uy ozgina bardakroq, e'tibor bermaysizlar, ko'chmoqchi bo'lib turishgan ekan. Bu uyga $34,000 narx qo'yishgan, lekin kelishtirib o'tib beraman deyaptilar. Pastda egalari nomeri. Agar sizlarga uy ma'qul bo'lgan bo'lsa, telefon qilib savdolashib olsanglar bo'ladi, narxini o'tib beradilar. Agar mabodo sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerlar, men nomerim, telefon qilib, xotirjam, bemalol, uyalmasdan telefon qilinglar. Telefon qilsanglar men borib uylarga syomka qilib, chiroyli qilib, obzorlar qilib, uylarni sotilishiga sababchi bo'lib qolaman. Kanallarim ko'p. Avtorasi katta kanallar bor, Instagram kanallar bor. O'shalarga qo'yib beraman. Sotilganda bir eslab shu Jamshid sotib beruvdi, meni uyimni reklama qilib deb eslab duo qilib qo'ysanglar bo'ldi.